2026-yil 26-mart kuni Yangi O'zbekiston Universiteti talabalarining Universal Horse Stables'ga tashrifi yorqin taassurotlarga boy va unutilmas voqea bo'ldi. Tadbirda 100 dan ortiq talabalar ishtirok etib, ularning har biri ot minish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bugun Yangi O'zbekiston Universitetining 100 dan ortiq talabalari bilan Universal Horses otxonasiga tashrif buyurdik. Bu yerda 100 dan ortiq otlar, kattadan kichkinagacha bo'lgan otlar va ularni ovqatlantirish, ularning ustidagi ekskursiya bizga juda ham ajoyib taassurot qoldirdi. Bu esa talabalar uchun o'ziga xos hissiyot va yangi tajriba bag'ishladi. Tashrih davomida talabalar 100 dan ortiq go'zal va noyob otlarni yaqindan ko'rishdi. Ularni boqish, parvarishlash jarayonlarida bevosita ishtirok etishdi. Bugun biz Yangi O'zbekiston Universiteti talabalari ushbu otxonaga tashrif buyurdik va turli xil otlar va ularning turlari bilan tanishib chiqdik. Shuningdek, tajribali mutaxassislar tomonidan tashkil etilgan master-klasslarda Yangi O'zbekiston Universiteti birgalikda Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan otxonaga keldik va u yerda turli xil otlarni tomosha qilib, ularning paroziyalarini o'rganib, otlarga chiqib sayohatlar qilib, kunni mazmunli o'tkazdik. Otlar bilan ishlashning nozik jihatlari, ularni tushunish va to'g'ri parvarishlash bo'yicha muhim bilimlar berildi. Payshanba kuni, ya'ni yoshlar kuni munosabati bilan belgilanganligi uchun bizlar talabalar bilan kelib mana sayohatlarni uyushtirdik va bugungi kunda talabalarimiz juda ham katta taassurotlar bilan qaytmoqda va bugun nafaqat bular shu otxona bilan tanishishdi, balki turli xil kichkina otlardan boshlab katta otlarni tomosha qilib va ularni ovqatlantirib va ular bilan otlarning ustiga o'sha minib, otlar bilan sayohatlar qilishni uyushtirib berdik. Bu tashrif talabalar uchun nafaqat bilim va amaliy ko'nikmalar, balki yangi do'stliklar, ijobiy hissiyotlar va unutilmas xotiralar manbai bo'ldi.